إذا كان الرجل غائبا فكتب إلى زوجته بطلاقها ووقع الطلاق إذا نوى. Agar bir kishi safarda bo'lsa yo uzoqda bo'lsa, ayolidan uzoqroq joyda bo'lsa, ayolining yuziga taloq deb aytishlik imkoniyati yo'q. Safarda bo'lgani uchun uzoqroq. Bu odam xat yozdi. Va aytdiki, sen taloqsan deb xat yozdi ayoliga. Agar shu xat yozgan edi, niyat qilgan bo'lsa, taloqni niyat qilib turib shuni yozgan bo'lsa, yozgan xati bilan taloq bo'ladi deydi. Jumhur ulamolarning nazdida shunday. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va boshqa mazhablarda ham shu taloq tushadi degan ekan. Agar xat bilan yozib yuborsa, niyat qilgan bo'lsa. Bunga dalil qilib Fatima binti Qays hadisini keltiradi. Anna Abu Amr ibn Hafs, bu Abu Amr ibn Hafs Fatimani taloq qiladi. Taloq bo'lganda ham albatta, ya'ni 3 taloq bo'ladi. Oxirgi taloq. Va huwa g'aib, u kishi safarda edi. Taloq deb 3-talog'ini nima qildi? Yozdi-da, vakilidan, shu xatni olib kelib beradigan vakildan yubordi. Yubordi-da aytdiki, endi unga 3 taloq tushgan ayoliga nafaqalarini bermoqchi bo'ldi-da bu. Da aytdi, mana bu arpani ham olib borib berib qo'ygan. Shuni nafaqasi endi ayolni deb arpa yubordi. Ayol buni ko'rgandan keyin, bir arpani yuborganini ko'rgandan keyin nima qildi? G'azablandi-da. Payg'ambar valloh malak alayna min shay. Achchiq chiqib eriga gapirdi, aytdi eri kelganda. Shunda eri aytdiki, valloh dedi, Allohga qasamki, meni ustimda haqqing qolmadi dedi. Chunki 3 taloq bo'lgandan keyin hech qanaqa haq qolmaydi. Na sakan, na nafaqa, na boshqa narsada haq qolmaydi 3-taloqda. Birinchi taloqda qo'ygan vaqtida nafaqasi, sakani, joyi erkakning bo'ynida bo'ladi. Iddani shu yerda saqlaydi. Ikkinchi taloqda ham xuddi shunday. Ikkinchi taloqni berib turib, bor endi deb haydab chiqarishga haqqi yo'q. Ikkinchi taloqda ham nafaqasi, sakani to iddasi tugaguncha erkakning bo'ynida. Uchinchi taloqda endi u narsa bo'lmaydi. Uchinchi taloqda ayol bo'ldi. Nafaqaga ham haqqi yo'q, sakanga ham. Lekin bu shunda ham o'zining muruvvatidan bergan edi haligin. Arpanida. Shunda ham norizochilik ko'rsatgandan keyin aytdi, hech narsa yo'q senga dedi. Hech qanaqa haqqing yo'q degan edi. Payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib aytdi. Mana shunday bo'ldi deb voqeani aytganda, Payg'ambar alayhisalom aytdiki, "Laysa laki alayhi nafaqa." U senga beradigan nafaqasi yo'q uni. Haqli emassan nafaqaga dedi. Bo'ldi, 3-taloqdan keyin nafaqaga haqli emasligini aytdi. Bu hadis ko'p narsalarga dalolat bo'ladi. Ko'p narsalarga dalil bo'lyapti. 3 taloq olgan ayol 3-taloqdan keyin nafaqani eri to'laydimi, yo'qmi degan masala ham kelib chiqadi. Vakil orqali yuborilgan taloqga hisoblanishligi, vakil orqali yuborgan edi bu xatini, taloqni. Mana shu taloqga hisoblashdi. Ikkinchi dalil أن الزهري قال إذا كتب إليها بطلاقها فقد وقع الطلاق عليها فإن جحدها استحلف. İmam Zuhri'nin gapini keltirgan ekan. Agar taloq deb xat yozib yuborgan bo'lsa, u taloq bo'ladi dedi. Xat orqali taloq deb yozilgan bo'lsa, taloq hisoblanadi. Agar erkak taloq deb yozib xatni yubordi, keyin uyga kelganda ayolga yetib keldi xat. Taloqsan deb keldi xat. Uyga kelgandan keyin erini ko'ziga bilmaymiz endi ayolni yaxshi ko'rinib ketdimi? Ya uzoqroq safar bo'lib ketdimi? Shu uyga keldida qarasa qo'yadigan xotinim yo'q deb o'tiribdi-da endi. Yozib qo'ygan xatni. Aytdi, "Yo'q, men taloq deb yozmaganman" dedi. Jahada inkor qildi erkak. U vaqtda qasam ichiriladi dedi. Erkakka qasam ichiriladi. Ya'ni sen haqiqatan ham yozmaganligingga qasam ichib qasam ichiriladi deb Imom Zuhriyning fatvosi shunday bo'lgan ekan. İbrahim an-Naxai aytadi: "Iza khatta ar-rajul bi yadihi at-talaq fa huwa talaq." Agar erkak kishi qo'li bilan taloq deb yozsa, ayol taloq bo'ladi degan ekan.
وَلِأَنَّ الْكِتَابَ حُرُوفٌ يُفْهَمْ مِنْهَا الطَّلَاقِ. Chunki kitoba yozishlik, taloq deb yozish harflardan iborat. Inson har bir harfni yozayotganda, har bir kalimani yozganda nimani yozganini aqli yetib, idrok qilib, tushunib yozadi. Shuning uchun bu taloq deb yozgan gapi harflardan iborat bo'lgan kalima, to'liq bir kalima bo'ldi. Bundan taloq maqsad qilindi va taloq xuddi lafzini aytganday yozish bilan ham taloq tushadi deyishgan ekan. Bu nimalarning gaplari? Jumhur ulamolarning gaplari. Endi bu yerda faqat bir kishi taloq tushmaydi degan kishilardan Muhammad ibn Hazm bor. Abu Muhammad ibn Hazm bu kishi taloq tushmaydi degan ekan. Bu vallohu alam biz endi jumhurning gapini, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi va boshqalarning gapini olamiz. Niyat qilib turib taloq deb yozsa, ayoliga taloq tushib qoladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Taloq tushib qoladi. Lekin shart qo'yishgan ulamolar, shart qo'yishgan. Taloqning yozgandagi shart, yozishlik sharti. Birinchisi deydi, birinchi shart mustabina, ikkinchi shart marsuma deydi. Mustabina degani aniq ko'rinib turadigan narsaga yozilgan bo'lishligi deydi. Ko'rinib, o'qiy oladiganday qilib, misol bunday qog'ozni ko'rsatib, "Men shunda men taloq deb yozganman, mana" desa, hech narsa ko'rinmayapti, bunday qaraysiz ko'rinmaydi. "Yo'q, shunda taloq deb aytganman men" desa, u bilan isbot bo'lmaydi. Taloq deb yozilgan gap aniq varaqda yo devorda yo doskada yo bir narsada ko'rinib turadigan narsa mana deb ko'rinib turadigan narsada. Bunday o'qib kim bo'lsin, bunday qo'liga olsa o'qiy oladigan bo'lishi kerak. Taloq deb yozganini. Buni azizlar degan narsa emas. Bu shart deydi. Ikkinchi sharti deydi, marsuma degan shartni keltirishgan. An yakuna taloq musaddara va ma'nunan. Marsum o'sha insonning ismiga, oti, sen taloqsan deb yozsa. Oti ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Bunday mana sen taloqsan deb yozilgan deysiz. Buni boshqa birovga yozgan bo'lishi mumkin. Ya birovning xatti bunga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening ayolim faloncha, falonchaning qizi, men sening ering faloncha, seni falon kundan boshlab taloq qo'ydim deb yozsa, shunda taloqqa hisoblanadi. Taloqsan deb yozib yuborsa bo'ldi, u hisoblanmaydi deydi. Uchinchisi, hozirgi kunda ulamolar qo'shgan shartlar bor. Bu burundagi zamonda aytilgan shart bo'lsa, mayliga aytgan mustabina, marsuma degan o'zining ismi bilan yozilgan bo'lishligi va o'qiy oladigan varaqlarda yozilgan bo'lish shart degan shartlar burungi kitoblarda yozilsa, endi hozirgi kitoblarda o'zining qo'l xat yozmasi bilan bo'lishligi va xatimi bo'lishligi deb qo'shishgan ekanda. Endi erkakniki ekanligi, shu o'zining eri ekanligi ma'lum bo'lishligi deydi. Mumkin hozirgi kundagi kompyuterda yozilgan varaqlar, birov kompyuterda yozdi, mana eringiz sizni taloq qo'ydi deb olib kelib bersa ayoliga. Eri 1 yilga Rossiyaga ketgan mana. O'rtog'i taloq seni deb taloq deb yozdi-da, kompyuterda olib kelib ayoliga berdi. 3 oy iddasi o'tgandan keyin endi nikohlab olsa. Eri kelsa, o'rtog'i olib ketgan. Yo'q ayol. Men uni qilmadim desa, mana deb qog'ozni ko'rsatsa ayol. Muzavvar, nima poddelka deymi? Bu bo'lmaydi. Shuning uchun kompyuterda chiqqan qog'oz, kompyuter xati bilan yozilgan sotkalarda, sochsheniya bilan yozilgan xatlar hech birisi e'tibor qilinmaydi. Tushunarlimi? Faqat o'zining rasmiy erini xatini bilan, qo'li bilan va pechatlari bilan bo'lsa, shunga dalolat qiladigan bo'lsa bo'ladi degan ekan. Bunga ham juda ham ko'p anaqalari bor. Endi buni ham evidan chiqadiganlar bor-da endi. Erini qo'lin yozmasini ham o'xshatib boradiganlar bor. Shundan endi ulamolar yana bitta shart qo'shishgan ekan. Ba'zi ahli ilm isbatul kitob bi shahiday adlin anna hada kitob. Yana ikkita adil guvohlar kitobni ko'tarib kelgan odam, xatni ko'tarib kelgan odamdan boshqa ikkita guvoh shu xat erining xati ekanligiga guvohlikka o'tishligi degan ekan. Adil shohidlarning o'tishligi. Taloq masalasi yengil masala emas ekanda u. Birovning xotini biri olib ketaveradi. Bu og'ir masala. Shuning uchun dinimiz, shariat qanaqa bizni
huquqlarimizni muhofaza qilib, saqlab, dinlarimizni, bizni naslimizni, kelajagimizni qana saqlab qo'yapti. Shuning ikkita adil shohid guvoh kelar ekan. Haligi kitobni ko'tarib kelgandan tashqari, xatni ko'tarib kelgandan tashqari. Mana bu xat sizni eringizni xati, haqiqatdan biz guvohmiz der ekanda. Tushunarli bo'ldimi?